Assalamu alaikum. Aziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Uzun boldu görüşemmedik. Türlük aldıraşçılıkla, jahandaçılıkның qatalançılıkları bilen. Körüp atqanыңlardek temimiz bekinmeçilikning medeniyet taraqqiyatı üçün zararları. Aslida bugünkü maqsadim kitap tanıştırış. Kitap tanıştırış. Ferhat Tursun'un təripimden neşerge tayyalangan bir jürüş kitaplarını. Şundaqla bunun içinde özemnin bir parça romanım var. Şunu tanıştırış. Lekin men bu kitap tanıştırışını nukul. Muş kitaplarını lasılagi köstüş ve onun alaydilikleri, özgüçülükleri, artıkçılıklarını tanıştırışı valla çekilişini yetersiz de kaldı. Bilisizler Ferhat Tursun növbette Xitayning tutqunluğida band qilingan ziyolilarimizdan birisi. Ve şularning eng sarxil birisi desek mi bo'ladi. Ferhat Tursun Uyghur hozirgi zaman şiiriyetining gigant vakili, şair. Şundaqla yazuvchi, edebiyat nazariyachisi ve klassik edebiyat tadqiqotchisi. Şundaqla psixologiyaga oidmi bir jürüş eserleri olgan, her sahada yetişken bir ziyalimiz, edebiyat fanları doktoru Ferhat Tursun. Ben bu kitaplardan bir hakikatni bayqadım. Mana şu bayqagan hakikatimni sizlarga his qildirish uchun bu kitaplarni qo'yib turib gapni bir az uzoqdan boshlaymikin deyman. Biz, yani Uyg'urlar, Sharq Turkistonliklar, baxtsizligimizni Osiyo ichki quruqligiga joylashgan vatanimizning jug'rafiyalik o'rnidan ko'rish xohishimiz xili gavdalik. Odatda baxtsizligimizni nurg'un boshqa omillarga bog'lab tushundirish urinishlarimiz psixologiyada odam bolasining o'zini aqlash instinkti hisoblanadi. Her qachon gunohni o'zidan izlashga ancha qiziqmaydi. Bu inson bolasining o'rtaq qilaydilik. Doimo boshqa bir gunohkor tepishga hech bo'lmasa o'zini shu holga majbur qilgan biror tashqi omil tepib uningga atishga alayda moyilligi bo'ladi. Coğrafiyalik alaydiligimizda saqlangan bu foydasiz omilni rad qilishga bo'lmasimi? Ama özümüzdeki bekinmeçilik mijazimiz texim mühim amil deyişki buludu. Belkim deyilişi mümkün. Bekinmeçilik mijazimiz içki quruqluqda yaşaşdek tabii şarait tarafından şekillengen. Bu mu ma'lum derecede rast. Dünya gezişki bolgan cüratsizlik balduğumu yoki yaşaş o'rnimizning muqimlashishi baldırmı? Deyilsila tuxum munosabatidek chigishlik tug'ilib, oxiriga chiqqili bo'lmay qolishi mumkin. Ama jahon kezishga bo'lgan qiziqish bo'lsa, tog' daryolar bu qiziqishni to'sib turolmaydi. Bundaq jur'atning yo'qligi asosiy omil deyishimizning sababi shu. Uzoq o'tmishda dengiz yo'llari taraqqiy qilgan, shunga dengiz bo'yidagi millatlar balduroq ko'zni ochgan deganimizda
Deniz boyida yaşapmı yanıla iktidai yaşaganlarning mavjudligi, denizning xatiri, ushcheki bilinmaydigan suvning u tarafida quruqlik bor yoki cheksiz ketgan suv shu yo'sin cheksiz davomlashadiganligi haqida hech nima bilmaydigan insonlar uchun quruqlikdanmi bakra xatarlik, qo'rqinchli edi. Deniz boyida bo'lishlik kifoya emas. Yana tavakkülchilik ro'yi, yot dunyoga qiziqish, jur'at bo'lmasa, deniz safarida qutulib qolish fursati quruqlikdikiga qaraganda texmi oz edi. Bularga qaraganimizda biz baxtsizligimizni Osiyo ichki quruqligining o'tirisidan joy olgan vatanimizga döngisak, bir oz nohaq bo'ladigandek qiladi. Meseleni yanada özümüzden izdiginimiz en toğrısidek durdu. Meyli ötmüş turuversin, bugünkü qaraylı. Bekinmeçilik psixikimiz allaqachon şekillenip boptu. Bugün uçur vasıtalarının terakkiyatı, qatnaş vasıtalarının terakkiyatı dünyani kichigiltip bir şäherge aylandırıp qoyganlygydan lap etilip turadigan bir menzilge geldik. Bugün xatarlik seferlami yok. Tevekkülçülük ro'yiga boy bo'lishmi shart emas. Bu halda Sharq Turkistonliklar qaysi holda? Bular haqida oz to'la izlanib baqsak. Bekinmechilikni yomon ko'rishimizning sababi uning tafakkur uchun nihoyat cho'ng to'salg'i ekanligidir. Inson bolalariga Alloh aql farosat ato qildi. Har bir insonning yana biriga o'xshamaydigan bir alohidligi, alohida talanti bo'ladi. Bir zamanlarda acayip vakalar sahipsiz bir acayipni o'qiganim esimda. Afrikada yaşaydigan yerim yavoyi bir qabilaning astronomiya bilimi kishini hayron qoldiradigan darajada ustun ekan. Biri uchun nihoyat qiyin bo'lgan bir ish, yana biri uchun nihoyat oson bo'ladi. Buni hammanglar bilamiz. G'o'ra-g'o'rini ko'rsa oliyibdi degandek, inson to'plari bir-birini ko'rsa, Üzünün topuda bulmagan artıqçılıklarını başka toplardan ügense, andın cemiyet terakki kılıdı. Bekinmeçilikning ta'tiri bo'lgan echivitish, tafakkürge, fikirge, uçuq buluş. Ani shu o'xshamagan inson toplarining ortiq taraflarini ügünishga qaratilgan. Bekinmeçilikdan hamma odam bezardek ko'rinadi. Bekinmeçilikning ziyonliq ekanligini hamma odam biladigandek qiladi. Ammo hech kim özünün bir bekinmeçi ekanligini ko'rib yetolmaydi. Fizikalik bekinmeçilik bugün eqishda emas, ya'ni davri o'tdi. Endikisi fikriy bekinmeçilik bo'lib, asli mohiyat oshkorlandi deyishga bo'ladi. Chunki jismoniy jihatdagi bekinmeçilikning mag'zumi dal fikriy bekinmeçilik edi. Endilikda shakli chaqilib, mag'zi yalang'ochlik qoldi. Hayatning bekinmeçiligi taraqqiyotlar tarafidan buzib tashlandi. Endi tafakkur bekinmeçiligi hala davom qilmoqda. Tafakkur bekinmeçiligi degan nima? Bu o'zimizning o'lchamlarida o'lgidek ching turib olish. Birdan bir haqiqat mushu deb jahillik qilish. Turg'un holatga kelgan tafakkur qalbimizni hammaga o'lcham qilib olish xohishlaridir. Bu özümüzün medeniyet katlamındaki manevi mesuliyetler hakkındaki bahalarımızda en gevdelik ifadelenir. Yani özümüzünkisi en âlâ değildir. Kemçiliklerimiz görmez kişilerinde. En ilmi bulğalarımız mı bu kemçiliklerini üzül kesil inkar kılmasak mı mümkün boğunca kişilik gösteriş kurunumuz. Ama başkalarının mesuliyetleri hatağı dolgan buludur. Əməliyyatda bular özümüzün bevasitə küzətişimi emas. Bununla diqqət. Sındirilgan baholar bo'lib, boshqalar tarafidan tayyor qilib qo'yilganga imzo qo'yib olamiz xolos. Men bir amaliy misol orqali jug'rofiyaviy bekinmechilikning aslida tafakkur qilish ro'yi bo'lganlar uchun hech qanday to'salg'i bo'la olmaydiganligini ko'rsatishim mumkin. Ferhat Tursun. Ferhat Tursun milletimiz tarafından fark etilmegen, itirafga erişilmegen bir mutafakkur. Onun hayatı komünist hükümranlık astida o'tdi.
Buni hamma odam biladi. O 90-cı yıllarning başlarından beri chet elga chiqish urinish qilayotgan bo'lishib qaramay, izchil rad qilindi. Shunga hech qachon chet elga chiqib boqmadi. Chiqishga yo'l qo'yilmadi. Shundaq bo'lishib qaramay, dunyoning eng oldingi saviyasidagi adabiy asarlar, adabiy iqimlar haqida birdan-bir amaliy bilimi bo'lgan Uyg'ur sanaldi. Birdan-bir Uyg'ur. Dünya edebiyatıdan bahriman bo'la olgan, dünya edebiyatını destiga ola olgan birdan-bir Uyg'ur. Tefekkür usulimizni so'raqlay olgan, tefekkür qalblarimizni buzib tashlashga petina olgan birdan-bir Uyg'ur bo'lib qoldi. Uning qarashlari zamonimiz Uyg'urlaridan ko'p halqib ketganligi uchun u e'tirofga erisha olmadi. Nima uchun e'tirofga erishilmabdi? Zamonimiz Uyg'urlaridan ko'p halqib ketganligi uchun e'tirofga erisha olmadi. Qarindoshlar, shunga diqqat qilinglar. Odatda bir inson zamondoshlaridan favqulodda halqib ketgan chaqlarda e'tirofga erishamaydi. İnsanlar onu tanımaydı. O taşlanıp qoladi, xarlanıp qoladi. Bununla dünyadan ve özümüzün Uyg'urlardan misal keltirish mumkin. Mesela keşfiyat piri hisoblangan Nikola Tesla kishilar tarafidan bayqalmagan. Bayqalganda qilgan, ammo kishilar qabul qila oladigan saviyadagi bayqashlari, keşfiyatları qabul qilingan. Kishilarning shu zaman enidan halqib ketgan keşfiyatları qabul qilinmagan. Bu sebepten bu keşfiyat piri ahirgi ömrünü namratlik, qarzdorchilik ichida och qilish hatta mana shunday fojialik holda yashab dunyodan o'tgan. Asli beşimizga ilib ko'tarishimiz kerak bo'lgan, e'tib olinish kerak bo'lgan, yog'ning ichidagi börekdek yashash kerak bo'lgan Nikola Tesla qisqasi ochliqdan o'lgan, namratchilikdan o'lgan. Xuddi shuningdek Uyg'urlardan Abdushukur Muhammad Emin, professor Abdushukur Muhammad Emin hayat vaqtida yakka yegani bir odam bo'lib yashadi. Birmi do'sti bo'lmagan. Zamondoshlar tarafidan tashlab etilgan, tonilmagan. O o'lgandan keyin nimalar yozildi? Voy, Uyg'ur tafakkuridan 100 yil alg'i ketgan, aqlay, ko'klay. Demak, inson bolalari o'zining shu zaman tafakkur qalbidan, tafakkur andizillaridan, qiliplashgan qarashlardan bek uzoqlashib ketgan bo'lsa, qabul qilinmaydi, tonilmaydi, e'tirof qilinmaydi. Bu hayotda umumlashgan bir udum. Buningda shuni ko'rish ta'sir emaski, tashqi sharoitdagi bekinmachilik tafakkur taraqqiyoti uchun to'sqin bo'lolmaydi. Bu Paratning ulgisidan biz shuni ko'ra olamizki, bu jug'rafiyalik bekinmachilik, tashqi sharoitdagi bekinmachilik tafakkur taraqqiyoti uchun to'sqin bo'lolmaydi. Muhimi izdanish ro'yi bo'lish. Hem de erkin dünyada nimeni okuyman deb tepiladigan sharoit turibmi, izlanmasligimiz kechirilmasdir. Bugungi elektronlik jihozlar davrida bizdagi o'qish odati yetilmasdilla yegilab yo'qoladigan girdobga berib qelyapti. Ko'rinishlik uchurlar insonlarning tasavvur qobiliyatining yetilishi uchun to'salg'i ekanligi haqida ko'p to'xtaldik. Ko'rinishlik, yani videoluk uçurlar insanların tasavvur kabiliyetinin yetilishi için to'salg'i. Mesela ben küçük vaktimde Balzac'ның
Maupassant'ның, Stendhal'ның, Çoğ Duma, Kiçik Duma'ның, Victor Hugo'nun əsərlərindən Paris şəhrinə aid təsvirlərini oxuğunumda göz aldımda bir Paris şəhri zahir oladı. Paris şəhri. Mən bugün kimi heç görüb baxmagan Paris şəhri benim təsəvvürümdə zahir oladı. Seyn deryasının boylarını jürettim. Zeper dervasını xiyalımda kezip çıkarttım. Çünkü o çağlarda Zeper dervasının resmini mi görüp bakmadan edim. Büyü Meryem Çirkavı'nı mı goya kezip bakkan dekli bilettim. Keyin Parij'deki Büyü Meryem Çirkavi namlı filmni kögünümde heyran kaldım. Çünkü benim tasavvurumda hasıl boğan kuruluşka tamamen okşamaydı. Çünkü ben onu üzem kögen kuruluşlar tipide tasavvur kılışımlı mümkün edi. Hatta her xil şekilde çeksiz özgürüşçen şekilde tasavvur kılışım mümkün edi. Filmde kögenden keyin bu çeksizlikке hatim verildi. Filmdeki görünüşler benim tasavvur kılış makanımını tamamen çekledi ve bir şekilde mukumlaştırıp koydu. Keyin Zeper Darvası'nın resmini gördüm. Filmlerimi gördüm. Onu çeksizlikki igi tasavvurumның jügensiz etiga jügenselip, meni tasavvur boşluğumdan mahrum kıldı. Qarindoshlar, bu deganlarimdan nimani his qilyapsizlar? Qanday bir aqlga keldinglar? Bunu bilmayman. Ama şunu demoqchi bo'lamanki, agar kitob o'qisak, tasvirlangan ko'rinishlar kallamizda ming turlik zahir bo'ladi. Tasavvurimiz cheksiz qiyg'itish boshlig'iga ega bo'ladi. Qanday tasavvur qilsak qila olamiz. Bu bizde tasavvur qilish odati shakllantiradi. Bu deganlik tafakkur qilish boshlig'imiz kengaydi degan. Agar biz kitob o'qimay, ko'rinishli uchurlar bilan qanoatlansak, biz uchun tasavvur qilishga hojat qolmaydi. Shuning bilan tasavvur kuchimiz ojizlashib yo'qoladi. Bu bo'lsa tafakkurimizni ojizlashtirib qo'yadi. O'ltiradi. Demasimi bugungi bizga go'yo turmushimizni qo'laylashtirish roli o'ynayotgandek bilinayotgan yangiliklar, hayotimizga kirib kelgan mahsulotlar bizni tafakkur qilish iqtidorimizdan mahrum qilishni, hozirgi zamon qullarni shakllantirishni, yerim robotlashgan inson to'plarini barliqqa keltirishni planlayotgan kishi yoki kishilar to'pining planliq o'yinidir. Qadrli qarindoshlar, o'xshash bir uchurni kitob o'qib bilmek bilan ko'rinishlik vositalar orqali xabardor bo'lmoq orasida olamshumul farq borligini tasavvurda sinab qilib baxsangiz bo'ladi. Hamma narsa tayyor qilib qo'yilsa, inson bolasining tirishish ehtimolligi yo'q bo'ladi. Inson bolasi nafs bilan yaratilganligi uchun nafs shayton insonni o'yinga zo'rlaydi. Emgekten, tirishchanlikdan, izlanishdan, umuman barliq foydali ishlardan cheklab turdi. Shuni biz nəhayət asan tarafga yo'limiz. Chunki nafsimiz shuning undaydi. Ama dünyanın odam va shayton orasidagi ziddiyat bilan boshlanishidagi hikmat tirishchanlik tug'dirish va tirishchanlik orqali jamiyat taraqqiyotini ilgari surish uchun edi. Bugungi kelganda ma'lum guruhlar insonlarni qul qilish uchun ularning tafakkur ixtiyorligini, vaqtini qo'lidan elib olmoqda. Yani boshqaruvchilardan boshqalarning aqlliq bo'lishining hojati yo'q degan maqsadni ko'rib olish tez emas. Shundan bu yerda jug'rofiyaviy bekinmachilikning tashqi shart ekanligini, ichki asos emasligini ta'kidlayman. Qo'rqinchli ma'naviy bekinmachiligimiz ibdiviy vakuumligimiz, tafakkur hurligimizdir. Endi men bizning barliq savodli kishilarimizga, bo'libmi o'zini bilarman sanaydiganlarga Ferhat'ның əsərlərini çoxum oxub çıxışını tavsiyə qılıram. Görüb doğunanlardək, bu 3 tomның birinci tomu şiir və nəsrlər. Birinci tomda yana Məmtimin Əla inimiz tərəfindən yazılğan 130 bətlik bir tədqiqat maqalısı var. Obzor makalesi. Bu bizning Ferhat'ның əsərlərini düşünüşümüzge, şundaqla Uyghur ədəbiyyatının bugünkü halatını düşünüşümüzge yardımcı bulunduğun bir makale.
Bu eserlerini okugandan keyin siz yana o'zingizni bilarman deb o'ylay olamsiz, yo'qmi? Bir tajriba qilib ko'ring. Buni shuning uchun da'vatamanki, bu kitoblarni o'qigandan keyin bir haqiqiy ziyoli haqqoniyat tuyg'usini yo'qotib qo'ymaganli bo'lsa, o'zining ziyoliligini qaytadan so'roqlaydi va buningga qaytadan baho berib, nomer qo'yib chiqadi. Edebiyat sohasidagi qarindoshlarga bu tavsiya texmi kuchli, texmi shart bo'lib, bularni o'qimay turib, Uyg'ur adabiyoti doirasida gap yo'ritishga hatto haqqingiz bo'lmaydi. Qarindoshlar. Mening bu Farhodning kitoblarini o'qigandan keyin hosil qilgan, tepib chiqqan haqiqatimning nima ekanligini balkim bilgansizlar. Belkim yana azg'ashtirib etgan bo'lishinglar mumkin. Uning uchun men bu yerda uning mag'zini yana ta'kidlab qo'yay. Jug'rofiyaviy bekinmachilik asos emas. Tafakkur bekinmachiligi texmi muhim. Biz buni Farhodning hech qachon vatan sirtiga chiqib boqmay turibmi? Xuddi butun dunyoni ko'rib turgandek, bütün dünyanın yeniliklerinin haberdar halde tefekkür kılalıqallıqı qarab, bu hakikatni tepip çıktık. Demek bir ziyali, eğer izdiniş royu olsa, aşı coğrafiyevi bekinmi makanda turup mu, bütün dünyanı köreleydi, bütün dünyanı okuyalaydı. Bunu Farhod bizga o'z amaliyoti orqali isbotladi. Qarindoshlar, Farhodning bu kitoblari 3 tom qilib nashrga hozirlandi. Mening qo'limda saqlanib qolgan asarlari faqat shular bo'lganligi uchun men bu asarlarni, men bu adabiyotga doir bu ishlarni odatda siyosat haqida başqa turib charchagan vaqtimda ta'til hisobida, damilish hisobida qiladigan ishlarimdan birisi bu. Va bu jarayonda bu 4 kitobni yaqinda nashr qildik. 4 kitob. Bulardan birisi mening romanim Qahramonlik davri. Bu qahramonlik davrida men balalık hayatımni bunun arqaq urush qildim ve onun üstüge başka ranglarni qo'shdim. Bilasizlar, gilamchilikdan xabaringlarga, gilam bir palasning üstüge jonjipni ilish orqali maydonga keladi. Gilamning tegi jipten to'qilgan bir palas demektir. Arqaq urush degan jipning tikisi ve köndülen vertikal ve horizontal bo'lgan jiplar arqaq urush deyiladi. Bu arqaq urushga ilingan jong jiplardan maydonga keladi. Shunga o'xshash bu romanning arqaq urushi, yani gilamning tagidagi palasi mening balalık hayatım. Balalık hayatım ta ki jigitipurashga boshlagan mezgilimgacha bo'lgan hayatım. Bu orqali madaniyat zo'r inqilobi deb atalgan madaniyat buzg'unchiligiga elib berilgan talvi harakat davri bir kichik bolaning ko'z tush nuqtasi turib tasvirlandi. Kichik bolaning ko'z tush nuqtasida. Bu aslında bir roman. Bu qağını Farhodning asarlari, Farhodning asarlarining birinchi tomi She'rlar ve nasrlar. Ve kirish so'zmi mana shu birinchi tomda Mevtumin A'laning obzor maqolasimi shu birinchi tomda. Çünkü bunun hacmi kichikroq bo'lib qoladiganligi uchun buni birinchi tom qilish orqali kirish so'zlar bilan to'liq qildik.
Endi bunun ikkinchi tomi hikoyalar. Bu hikoyalarni o'qigan vaqtingizda o'xshamagan bir dunyoni ko'rsiz. Uyg'ur adabiyotida shakllangan qiliblarning hech birisiga tushmaydigan bir xil holatni ko'rsiz. Texmi qimmatligi 3-tom maqolalar to'plami. Farhatning yana psixologiyaga oid 200 betdan ortiqroq bir maqolasi vardı. Onu bu to'plamga kirgizmadim. O cinsiyet psixikasi degan maqola bo'lganligi uchun buni kirgizmadim. Chunki Uyg'ur kitobxonlarining qabul qilish saviyasini nazarda tutgan vaqtida buni kitobga kirgizish bir skandal yaratadiganligidan onu kirgizmadim. Endi bu kitoblarni o'qishinglarni kuchli tavsiya qilaman. Bu tavsiya faqat bu kitoblarni men non ilib yeydigan pulimga bastırganlıqdan buningga pul tushsa ekan, qajlagan pulimni tirildirib olsam ekan degan maqsadda emas. Hammanglar o'tirg'i chiqib olib, ana tilimizni qo'g'dash to'g'risida jar solamiz. Hammanglar go'yo ana tilimizni qo'g'dug'ichi muhofizatchilardan go'yo saqlag'uchilardan, qarovullardan ko'rinamiz. Ana tilni saqlash, eg'izdagi shuvar bilan, video nutqlari bilan lap etish bilan bo'lmaydi, qarindoshlar. Ana tilning yeziqdagi shakli qo'g'dilish kerak. Ana tilning eng keng doirada ifoda topadigan sohasi adabiyot. Bir til o'zining qudratini, go'zalligini eng keng va eng to'liq namoyon qiladigan maydon adabiyot. Uning uchun ana tilni qo'g'daymiz deydiganmiz, Uyg'ur adabiyoti mavjudlikdan qolmasligi kerak. Mavjudligini saqlash kerak. Uyg'ur adabiyoti mavjudligini saqlay olsa, Uyg'ur tili mavjudligini saqlay oladi. Buning uchun Uyg'urcha kitoblarga xaridor bo'lish kerak. Uyg'urcha kitob setayotgan kitobxonlar, Turkiyadagi bir qancha kitobxona oyoqda tura olish kerak, mavjudligini saqlab. Xaridorsiz qolsa, ular ziyniga davomli ziyniga echivermaydi. Bir kun taqilib qolishga majbur bo'ladi. Kitobxona taqilib qolsa, Uyg'urcha kitob bizning turmushimizdan tamamen silinib ketdi degan gap. O'chdi degan gap. U holda biz Uyg'ur tilini qanday saqlab qolamiz? Ana tilimizni qanday saqlab qolamiz? Uning uchunmi ana tilni qo'g'dash to'g'risida cho'qon soladigan qarindoshlar, ana tilni saqlab qolishga boshqacha fikri bo'lmagan har qanday bir Uyg'urcha kitob setib olishga, o'zi o'qimagan taqdirdami kitobxonalarning oyoqda qolishi uchun ularni qo'llash maqsadida bo'lsa-mu Uyg'urcha kitobni setib olib uyda qo'yish kerak. Keyinidagi avlodlar mushu sarsaniylik hayotimizda, diaspora deyilayotgan hayotimizda tug'ilib shu dunyoda cho'ng bo'ladigan avlodlarimiz Uyg'urcha kitoblarni uyimizda tizilib turgan Uyg'urcha kitoblarni ko'rib cho'ng bo'lsa, o'zining boshqa bir millat ekanligini, u muhitdagi millatlarga o'xshamaydiganligini his qilsa-mu, bak cho'ng ish qarindoshlar. Biz cho'ng muhit tarafidan yutilib ketamiz, diqqat qilmasak. Cho'ng muhit tarafidan yutilib ketamiz. Har qancha tirishsaqmi yutilib ketamiz vaqt uzargan sari. Uning uchun milliy qadriyatlarimizni jon jahlimiz bilan qadrlashimiz kerak, qo'g'dishimiz kerak. Ana til qo'g'daydigan qarindoshlar,
Uygurca kitap setiliş gerek. Bunun için men qarindaşlarni Uygurca kitap satıdığan kitapxanalarni qo'llash, bu kitapxanalarning ayaq turishini ta'min etish uchun kitap setilishga chaqiraman. Tabii ki Türkiye'deki qarindaşlar Türkiye'de bu kitapxanani tapalaydı. Bu kitapxanalardan ikkisimi, üçümü birli ko'chada, Zeytinburnu'da anlasam Safaköy'den bir seçilipti. Onu u yerden tapalaydı. Endi Türkiye'nin sırtidagi qarindaşlar kitaplarını qanday setib oladi? Men bunu biraz tanıştırıp ötey. Mening videolarimning hammasida mening torbet adresim qo'yag'liq. Mening torbetim Eynek Kichik Biz. Bu Eynek munbiriga kirgandan keyin bosh betda kitaplarning resimlari var. Kitapning resmi ustiga cheksangiz tor bozori ochiladi. Tor bozori. Tor kitapxonasi ochiladi. Bu yerdan hozircha bu to'liq emas. Ba'zi narsalar yo'q dahi. Faqat kitaplar var bu yerda. Boshqa narsalar masalan xotir buyumlar, xaritalar, zinnat buyumlari, milliy simvollar deganlar. Bular dahi qo'yolmadi. Kitaplar deganni bosganimizdan keyin kitaplarning kategoriya turlari ochiladi. Adabiy kitaplar, ilmiy asarlar, arxeologiya, tarix kitoblari, əslimilər, dini kitaplar, xalq ağız ədəbiyyatı, cəmiyyətşünaslık degəndək. Siz bu yerdən setib almaqçı olan kitabның türünü tanlaysınız. Məsələn, ədəbi kitaplar degen türünü tanlasanız, ədəbi kitaplar türüdə barlıq ədəbi kitaplar çıxıdı. Ve bu yerden aşu kitapның üstüge bassanız Süvet kiseling deydigan yer çıkıdı. Bu soğuduluk kılıdıgan, setib algan narsalarimizni saladigan süvetke o'xshatilgan süvetke salamiz. Bir-birlab süvetke salamiz ve bir yerde sonini kontrol qilamiz. Cho'qim bir dona o'xshash narsadan ikki dona bo'lib qolmaslik uchun. Süvetke selingandan keyin hesap bo'g'ish deydigan knopka chiqadi. Yoki süvetkilar yetarsiz bo'lsa, sodiligingizni davomlashtiring degan knopka orqali bozorga qaytib berib, sodiligingizni davomlashtirasiz. Hesap bo'g'ishni bosgandan keyin hesap bo'g'ish qadimi başlandı. Mesela isminiz, tag isminiz, devlet adresinizni to'ldirasiz. Ondan keyin uçur yo'llarni bassangiz, o'zingizning bir elxat adresi, elxat adresingizga uçur yollanıdı. Siz uçurunu yollanını baskandan keyin bir yerde tuş uçurları çıkıdı. Poçta arqılıq yetkizildi degan türni tanlaysız. Poçta arqılıq yetkizildi degan uçurni tanlagandan keyin andın ahirki betki kelasiz. U yerda adreslaringizning to'g'ri yoki xatoligini ko'zdan kechirasiz, xato bo'lsa ta'riflaysiz. Va u yerda umumiy jamiylarni ko'rasiz. Oyog'ida jazmlash knopkasini bosasiz. Ko'k knopkani. Shuning bilan PayPal'ga yüzlendirildi.
PayPal'da eğer PayPal hesabınız olsa PayPal arkalık pul töleyelaysiz. PayPal hesabınız yok olsa kredi kart yoki Visa debit namlıq bank kart arkalık pul töleyelaysiz. Onundan keyin kitaplar sizge evatildi. Normalde Türkiye'den G'arb devletlerine Şimal Amerikaga 9 günde kep bolatdy. Hazır ma virus tüpeylidin bunun da virus bar yokluğunu kontrol kılış için bir yerde sakıltılıdığan okşaydı. 14 gün sakıltılıdıken şunun bilen bu bir aydek vakitte keladigan bir az kıyılışıp kaldı. Şundaq bolsymyz sabr kıysak bir ayma ütep ketidi. Mana şundaq setip alamiz. Qarindaşlarning kolluğunuğa, kollaydıganlarga Allah'dan rahmet, merhamet dileymen. Hemmenlarga Allah'ın güzel salamları olsun. Niyet kıygan güzel işlerimlerde Allah muvaffak kılsın. Hayır hoş.